Uf, yana shu telefonmi? Egoist. Siz qachon telefondan boshingizni ko'tarasiz? Ovqat ham yetmadik hali. Har kun nimadir ustidan janjal. Charchamadingmi o'zing? Siz meni umuman sevmaysiz. Restoran deding, keldik mana ovqat zakaz qil. Menga umuman e'tiborsiz. Men ish qilyotgandim. Mehrizam yo'q. Yoshing 60dan oshib, sochingga qirov tushsa, ajib bir kunlar kelib, nigohlarim to'qnashsa, ajinlar to'sib qolsa, yuzdagi chiroyingni o'shanda ham sevaman, labingdagi bolingni. O'zgarmaydi men uchun muhabbat qadri, 40 yoshingda eng go'zal sevgining davri bo'lar ekan, 50dan o'tganda ham oshiqlarining yoriga aytar dardi. Menga telbalik kerakmas, menga sodiqlik unvoni berilsin. Menga sensiz bu dunyo kerakmas, menga oshiqlik unvoni berilsin. Menga telbalik kerakmas, menga sodiqlik unvoni berilsin. Menga sensiz bu dunyo kerakmas, menga oshiqlik unvoni berilsin. Sevdim canımdan arıtıp, qizil kitobda yo'q men kabi oshiq. Sog'inchlar cheksiz tog'lardan baland, bir umr sevmoq ham bir talant. O'zgarmaydi men uchun muhabbat qadri, 40 yoshingda eng go'zal sevgining davri bo'lar ekan, 50dan o'tganda ham oshiqlarining yoriga aytar dardi. Menga telbalik kerakmas, menga sodiqlik unvoni berilsin. Menga sensiz bu dunyo kerakmas, menga oshiqlik unvoni berilsin. Menga telbalik kerakmas, menga sodiqlik unvoni berilsin. Menga sensiz bu dunyo kerakmas, menga oshiqlik unvoni berilsin. Assalomu alaykum bobo. Va alaykum assalom. Bobo, bir umr baxtli yashashni siri nimada? Bir umr baxtli yashashning siri sodiqlikda o'g'lim.